Eronlik qori Yunus Shohmurodiy Arabistonda o'tkazilgan Qur'on musobaqasida birinchi o'rinni qo'lga kiritdi va $800,000 mukofotini o'ziniki qilib oldi. Kommentariyalarda o'qidim, tanishlarimdan eshitdim gap so'zlarini. $800,000 juda katta pul bu. Hamma qori bo'lish kerak ekanda degan gaplarni eshitdim. Kesatqi gaplarni. Yaqinda 1 yil oldin hindistonlik Gukesh Dammaraju shaxmat bo'yicha jahon tojini oldi, birinchi o'rinni oldi. $1,5 million dan ko'proq pul oldi. Endi farqni qarang. Eronlik qorining pulidan 2 barobar ko'p, misol uchun. Yoki bu yerda gap pul haqida ketmayapti. Farq, ya'ni odam ajratish haqida. Nima deydi? Gukesh Grossmeyster deydi, shaxmatchi, shuncha musobaqalarda yutib kelgan deydi. Bu qori bu, do'stim.